onajonlar, opa-singillar, xush kelibsizlar. Havas xalqaro musiqa va san'at maktabimizga. Sizlarni ko'p qilganlar juda ham xursandman. Havas xalqaro musiqa va san'at maktabimiz hali kichkina, ya'ni yosh, ochilganiga 6 yil bo'ladi yaqinda. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunga qadar 6000 dan ortiq o'quvchilarni juda ham katta natijalarga chiqarganmiz. Akajonim, ukam, singlim, men, undan tashqari bu yerda 30 dan ortiq shunaqa o'qituvchilarimiz ham bor. Fortepiano, skripka, vokal, raga, raqs, har xil to'garaklardan o'qituvchilarimiz juda ham faol va sizlar ham shu Havas san'at maktabini qoshidagi Havas Fashionga farzandinglarni, navaranglarni olib kelgansizlar. Bundan juda ham xursandman. 2 oy davomida shunaqa natijalarga erishganiga marta podiumda qatnashyaptilar. Ya'ni bitiruv kechamizda shuncha yildan beri iltimos qilaman, hech vaqtlari bo'lmaydi. Chunki Samarqandda ham katta to'yxonamiz bor. U yerda o'zlari bosh bo'lib turadilar. Rahmat kelganingiz uchun oyijon, vaqt ajratib juda ham xursand bo'ldim. Shu kasbni egallashimda oyijonimning ham hissalari juda ham katta. Sababi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiga kirganimda oyijonimga farzandlarimga qarab o'tirardilar. Qarashib rahmat oyijon, siz sog' bo'lsin ilohim. Ayajonim ham bu yerda pedagog psixolog ham bizani tarbiyalagan. Shu ayajonimdan ham ko'plab sir asrorlarni o'rganganman, chunki ayajonim ham o'zlari tikuvchilar. Oyijonim ham tikuvchilar. Qanday mazza menga. Siz sog' bo'lsin ayajon. Bitta narsani o'yladim. Sizni qo'lingizdan diplom sertifikatlarni olishsa qizlarimiz. Keling. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar. Ilm olish, hunar o'rganish agar 10 bosqich deb olinsa, 9 bosqichi tarbiya bo'lar ekan. Faqat bir bosqichda hunar o'rganilar ekan. Bu meni gaplarim emas, buyuk allomalar, dohiylarning gaplari. Agar o'sha 9 ta bosqich bo'lmasa, hech qachon hunar unga yuqmaydi ham, ololmaydi ham. Nega bunaqa chiqdi? Nimaga bunaqa chiqdi? Buni ustozdan emas, o'zingdan so'ra. Sen qayta tikib ko'rdingmi? Nechta materialni buzib, tuzab, yana olib kelib harakat qildingmi? Yo'q, unaqalar ustozni hurmatini bilmaydi, mehnatni qadrini bilmaydi. Hamma yonidagi o'quvchilarni, ta'lim olayotganlarni hurmat qilmaydi-da, darsni buzadi. G'alati savollar beradi. Kim nimaiki qilsa, o'zi uchun qiladi qizlar. Meni qizim Dur Javorshopa 55 yoshda, hali navaralariga tikanlar, hali qizlariga tikanlar, hali o'zlariga shunchalik kishi o'rganib oldilar. Boshlang'ich saboqni oldilar. Bu yog'ida o'zlarida qoldi, tajriba kerak. Mana imkoniyati cheklangan qizimiz. Men unaqa demayman, imkoniyati ham cheklanmagan bu qizimizni shunaqa harakat qildiki, turing anaqa. E'zoza bola. Mana shu qizni tarbiyalagan ota-onasiga rahmat. Shunaqa harakat qildi. Hali chiqsam uni tikadi, qolmishiga qizlarga o'rgatib o'tiradi. Qizlarim, sizlarga ham taalluqli bu gaplar. Tikaveringlar. Muhimi yengilmaslik, og'ir qadam tashlashlik. Hammangizga omad tilayman, sog' bo'linglar. Ahmod va Nodira sertifikat bilan taqdirlanadilar. Qizimni tepaga chiqib dars o'tayotganlarini ko'rib, qizlarga jonini berib tushuntirayotganlarini ko'rib, biz dars o'tganimizda 20 ta, 25 ta qiz bo'lsak, ustoz faqat bizga doskada tushuntirardilar. Общий hammaga bitta qilib doskadan ko'rardik. O'shani uyda o'zimiz qaytarib, bichib, tikib, ko'rib, xato bo'lsa yana material olib, yana bichib, yana tikib harakat qilardik. Mayli, Tanjoning sog' bo'lsin, lekin Shahnoza bolam o'quvchilar uchun jonini beradi. Mana shu ustozni ustoz deb bilib, bitta igna ushlashni o'rgatsa ham u ustoz hisoblanadi. Ustoz otadek ulug'. Bu gapning ma'nosini otasini hurmat qilganlar, onasini hurmat qilganlar, oilada chiroyli tarbiya olganlar biladi. Mana shu meni qizim Dur Javohir
to'g'ri aytganda botqoq ichida yotsa ham, axlatni ichida yotsa hamchi yaltirab ko'rinib turadi. Men bunga qimmatbaho kiyimlar kiyishni o'rgatmaganman. Oddiy bo'lgin, sodda bo'lgin, javohir bo'lib yaraqlab turgin deganman. Adas hunar o'rganaman deb diliga tugib kelgan odamchi har joydan bahona qidirmaydi. Voy qaynonam o'qildida, qaynonam qarshilik qildida, men yarmidan tashab ketdim. Nima qildi? Qaynonang oyog'ingga osilib oldimi? Yo'q, o'qimaysan dedimi? Asa uyingni ham eplab, bolangni eplab, o'qishingni eplab qo'yvoradi hamma qaynona. O'zida yo'q hech narsa, atrofdan bahona qidiradi. Mana Dilorom opa, men bilan tenglar 55 yosh pachti. Qachon tepaga chiqsam tikib o'tiribdilar. Voy, igna ushlashni bilmasdilar. Sizlarga mashinalarimiz yoqdimi? Maza qilib tikdinglarmi? Qatida buzilib qolib, qiynab, ipuzi bunaqa narsa bo'lmadimi? Bo'lmaydi ham, chunki Bayu kompaniyasi juda ham kuchli. Dazmoldan tortib, mashina hamma narsani Bayu kompaniyasidan olaman. Men juda ham yaxshi ko'raman. Oranglarda ham olishdi. Malatsi. Xayrli bo'lsin. O'zim mashina olgandek xursand bo'laman. Sizlar olsanglar. Mana shunaqa kichkina hadiyam bor sizlar uchun. Bayu kompaniyasidan dazmolli eng oxirgi navarochinni bu E'zozaxonga. Tabriklayman asalim. Meni eslab Bayu kompaniyasini duo qilib ishlatasiz. Xayrli bo'lsin go'zalim. Yana bitta dazmolimiz bor. Bu dazmolni men Umidaxonga bermoqchiman. Kela qoling asalim. Yaxshi kunlaringizda ishlating. Yaxshi go'shangaliga kelin bo'lganingizda sarpezga ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Sog' bo'ling asalim, xayrli bo'lsin. Rahmat.